Assalomu alaykum azizlar. Mukbang. Albatta yozning issiq kunida morojniy mukbangi. Bularni birinchi marta yeb ko'rishim. Yangi kelibdi magazinga. Buni qaranglar, bu malina со сливками Bahromadan. Уже kelguncha erib qoldi. Fistashковый мороженое 100% натуральный. Tatib ko'ramiz. Eng erigani shu. Hozir shundan boshlaymiz. Uchinchisi stakanchali muzaniki. Shokolad morojonolar yoqtirmayman, shuning uchun slivkaligini oldim hammasini. Faqat mana bu mevaligi. Tatiymiz endi. Bismillah. Chiqindi. Nima deb o'ylaysizlar? Rang qo'shilganmi yoki yo'q? Menimcha rang qo'shilgan. Erib ketibdi shunday. Aksiga olib svet ham o'chgan. Erib yotibdi. Mana bunaqa shokolad ekan usti. Malinali. Mazasi yaxshi. Plomber yoqdi, lekin shokoladini hisobga olmas. Kelsa muzaniki. Qarang. 100% натуральный degan joyi bormikan buni? Muzaniki yaxshi o'ylayman. Degan narxini eslolmayman, shu 10 ming atrofida. Rasmida shunaqa bo'lish kerak adashmas. Sливочный вкус. Нормальный, yaxshi. Tuzuk. Yaxshi. Bolalikdagi ta'm. Mazali, yaxshi. Xo'p. Bal berishga kelsak, mana bunga 10 dan 7. Bunga 10 dan 8. Fistashkoviga ham 10 dan 7.